Nimani? O'sha bo'lajak kuyovimizni kafeda bitta qiz bilan gaplashib o'tirganini o'z ko'zlari bilan ko'rib qoptilar. Yo'q, oyijon. Menimcha ular adashtirib yuborganlar. Unaqa bo'lishi mumkin emas. To'g'ri, men ham avvaliga ishonmadim. Ishongim ham kelmadi. Lekin o'z ko'zlarim bilan ko'rganimdan keyin ishondim. Yo'q, men ishonmayman. Ishonmaysan. Ular unaqa ish qilmaydilar, oyijon. Men bilaman ularni. Ha. Shunaqa degan. Yaxshiyam oldini olishimiz kerak. Agar u bolaga uzatib yuborganimda peshoning sho'r bo'lar ekan, qizim. Hozir ko'rsataman. Mana ko'r. Tanidingmi? Xuddi o'zimi? Yo adashyapmanmi? Axir bu oyijon. O'zi? Ana ko'rdingmi? Bunaqa bo'lishi mumkin emas, oyijon. Bunaqa bo'lishi mumkin emas. Mana sen tanlagan yigit o'sha. Mana shunaqangi yig'lab turib olgan eding. O'lama Sattor, tezaman faqat shu yigitga tegman deb turib olgan eding. Mana endi. Bunaqa bo'lishi mumkin emas, oyijon. Ana ko'r, o'z ko'zlaring bilan ko'rib turibsan. Agar bilmasdan turib seni shu yigitga berib yuborganimizda, bilmadimki to'ydan keyin nimalar bo'ladi. Hozir o'zimga tashlab olay. Men bunga ko'rsataman meni aldash qanaqa bo'lishini. O'ldiraman uni, oyijon. Voy qizim to'xta. Qizim to'xta. To'xta deyapman. Husnida, orqangga qayt, Husnida. To'xta. Husnida? To'xta, Husnida. Hey. To'xta. Ha, nima gaplashdingmi? Bir iltimos qilaman. Haligi o'g'lingiz uydami? Ha, uyda. Bor tezroq eting, qizim orqasidan yugursin. Haligi bo'lajak kuyovni oldiga ketib, janjal bo'lib qolmasin deyman. Jon opajon, iltimos qilaman. Men orqasidan yeta olmayman. Hozir aytaman, Abbos orqasidan boradi. Mayli, xavotir olmang. Ishqilib tinchlik bo'lsin deya.